Kottej quradigan akalar bormisizlar? Sizlar uchun bu video o'tkazib olmang, sababi sizga zo'r lokatsiyadan 30 sotuvli joyni ko'rsatib o'taman. Manzilimiz Promzona. Bu tomonimiz Trolleybus parkdan chiqib kelganimizda Balon zavod shundoq ro'parasida ko'rib turibsiz, keng mashinaqangi ko'chalardan kirib boriladi. 30 sotuq maydonni o'z ichiga oladi. Xohlasangiz turar ko'rinishda, xohlasangiz noturar ko'rinishda bemalol foydalanishingiz mumkin. Kommunal tarmoqlardan hududda gaz, suv, svet, kanalizatsiya bor. Bu yog'inni foydalanishingizga qarab o'zingiz tushirib olaverasiz. Demak, darvozaxonadan kirganimizda o'zi navesli hamda bitta imoratli qismi bor. Ko'rishingiz mumkin, to'rtburchak joy. O'zlari kottejga mos loyiha ham qilib qo'yishgan ekan, loyihani ham berishadi. O'ng tomonimizda bitta qorovulxonamiz va ahamiyat berib qo'yasiz, kattakon maydon. To'liqligicha 30 sotuq hujjatlari joyida notariusga borib pulini sanaysiz. Narxini endi egalari bilan o'zaro kelishib olasiz. Bu videoni esa Promzonadan yo bo'lmasam kottej qurish uchun joy qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying, ishlab chiqarishga ham kottejga ham mos variantda bo'ladi. Pastdagi raqamlar siz uchun aloqada, sotib olishingizni bemalol tavsiya qila olaman.